Farzandingiz o'zi xohlagan narsasini olmagani sabab xarxasha qilyaptimi? Magazinda, uyda, ko'chada, bozorda unayotganini qilmaganingiz uchun isterika qilishni boshladi. Shu holatda siz nima qilishingiz kerak? Birinchi o'rinda siz xotirjamlikni saqlashingiz zarur. Agar isterika qilib yig'layotgan, baqirayotgan bolaga javoban siz ham baqiradigan bo'lsangiz, uni urishadigan bo'lsangiz, hozir seni jazolayman kabi jumlalardan foydalanadigan bo'lsangiz, bu mutlaqo ish bermaydi. Bu holatni battar og'irlashtiradi. Keyingisi bolani tarbiyalashni to'xtating. Ya'ni bola baqirib yig'layotganda siz unga tarbiyaviy soat o'tkazadigan bo'lsangiz, bu uni qabul qilmaydi. Yaxshi bolalar yig'lashmaydi, o'g'il bolalar yig'lashmaydi, qiz bolalar baqirmaydi kabi stereotip fikrlarni bolaga singdirmang. Bolani isterika payti ignor qilib, shunchaki beparvolik bilan tomosha qilish ham men onamga kerak emasman kabi psixologik travmani paydo qilib qo'yadi. Eng to'g'ri yo'l bu bolani yoniga o'tirib, xotirjamlik bilan xafa bo'lding, seni jahling chiqdi, men seni tushunaman deb siz farzandingizni tushunishingizni ayting. O'ziga kelgandan keyingina uni nimadan jahli chiqqanini, nimadan norozi bo'lganini gaplashib birga muhokama qiling. Zero bilingki, farzandingiz eng asosiy suyanadigan va mehr oladigan insoni sizsiz. Uni emotsional qo'llab-quvvatlash juda ham muhim.